Assalomu alaykum, hurmatli No'xat qorichi motor kanali qatorchilari. Bugungi kunga 21 may 2023 biz mana Abshiratda Esolu bog'iga keldik. Shu yerdan Esolu joyiga keldik. Shu yerdan ma'lumot olib, bizdan olib like bosib komment yozib qo'ying, ketganlar. O sharqatdan chiqadi. Odamlar soni ko'p, bu yerda o'chir ekan. Qaranglar, odam bu yoqdan olib, nari yoqdan chekida to'xtatolmaydi. Odam chiqar ekan. Qaranglar. Hurmatli No'xat qorichi motor kanali qatorchilari. Mana biz Abshiratga keldik. Qaranglar, hurmatli ona şarkılatması olup geliyor sol köşede olsun motorlar. Karamazlar. Ablan sonun gereken. Sularını karamazlar. Ve sol köşede olsun motorlar. Bu motorun olanlar çıkıldı karamazlar. Bu motor tuğanlar. Takçı. Var sonun. Vente. To'y mo'ynan joq şey salib joq olibdimi? Ha, joq shuna cho'nib keltirma to'y mo'ynan. Joq şey salib joqdi. O Aravan rayonidan keldi. Aravan rayoni to'y mo'ynan oylik mo'tin. Qaysi ayıldan? Ha? Aravan rayonu qaysi aylık mı? To'ymo'yn aylık mı? Ha? Qaysi ayıldan? Kerkiden aylık joqdi. Ya joq shu Alloh razı olsun. Buni qilamiz, mana odamlar jip chuk-chuk ketadi. Onlar şu bugün Sönkaz boşluğa bir No'xatdan oldu mana. Abshiratda No'xat rayonu Abshiratda ayıldan. Esolu bog' qanada mana. Bu to'g'onlar adamlar soni ko'p. Bizdan biri bu. Mana to'g'onlar var esolu jo'shi o'tdi. Bugün biz 21 May günü Abshiratga keldik. Esolular bo'lsa. Mana to'g'on mana. Boğazı. Ne düşünüyor oğlum da şey. Çok uzaktır. Abshiratda. Buna to'g'on bana qaranglar. O'zbekistondan to'g'onlar ketdi buna. O'zbekistondan to'g'onlar ketdi buna. Mana shu yerga solib istedik nima yapar? Şu patlıcan açası işletken biliyorum yok. Az çeyrek yapıyoruz. Motorlar. Yüzüstü çeyrek yapıyoruz. Ama aramada motorlar. Bismillah. Bundan koyuyoruz. Yerde çıkaracak. Onu koyup dur. Motorlar. O çeyrek grubu. Böyle çıksam deli uzatıyor kanalda. Bunlar topuğuna kanalda. Şöyle No'xat qorichi motor kanali ostayım. Qo'shib tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Sog'-salomat bo'linglar. Xudo xolasa inshaalloh qo'shib. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh.